Assalamu alaykum hürmetlik savaqdaşlar. Tayyiba dershanamıza hoş geldinglar. Biz bugün usulul hadis dersimizdeki 4-cü dersini okuyumuz. Biz bugünkü dersimizde merfu' hadis, mevquf hadis ve maqtu' hadis hakkında toxtalımız. Şundaqla musnad hadis hakkında mı toxtalımız. Demek biz hadisninki 4-cü, 5-ci, 6-cı kısmını okuyumuz. Bu yerdə sözləməyə yeni bir qismini onu oxuşab oxuyub etimiz. Onda olsa biz dərsimizi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Və ma udifa lin-nabiyyi el-marfu'u və ma li-tabi'in huvel-maqtu'u vel-musnadul-muttasil isnadi min ravihi hatta'l-Mustafa və lem yebni. Endi qaranglar. Bir hadis Peyğəmbər əleyhissalamğa yetken bolsa, yəni şu hadisini degiçi Peygamber aleyhisselam bolsa bu hadis qanday oldu? Merfu oldu. Mesela Ömer radıyallahu anh'ın rivayet qilindi. Ömer radıyallahu anh'u Peygamber sallallahu mundaq deganligini anladım deydi. Peygamber sallam innemel a'malu binniyat degan bolsa bu hadisni deymiz merfu deymiz. Demek qanday bir hadis Resulullah'a nisbat berilgan bolsa, yani Resulullah munda dedi, yoki Resulullah munda qildi, yoki Resulullahning huzurida munda ish qilinsa, Resulullah tasdiqladi deganga o'xshagan Resulullah'a nisbat berilgan bolsa, bu hadisning bo'ldi merfu bo'ladi. Dikkat. Endi bir hadis Resulullah emas, sahabe to'xtab qolgan bo'lsa, bu hadisning bo'ldi mavquf bo'ladi. Mavquf. Masalan, İbn Abbas radıyallahu anhu munda dedi. Bu hadisning bo'ldi mavquf bo'ladi. Ammo mavquf, yani sahabelar ijtihodga urun yo'q, ijtihod qilinmaydigan masalalarda bir hadisni, bir so'zni degan bo'lsa, bu vaqtda bu gerçi sahabe degan bo'lsa-mu, mavquf bo'lmay marfu' bo'ladi. Ya'ni Resulullahdan anglagan bo'ladi. Masalan, Ali radıyallahu anhu kusuf namazida her bir rekatni 3 ruku bilan o'qigan. Bir rekatda 3 qatim ruku qilib o'qigan. Ammo hadisda undaq emas. Ali radıyallahu anhu Resulullah undaq qildimi demagan, u to'g'riga qamay o'zi shundaq o'qigan. Buni biz bu hadisni bu ish harakatidan iborat bu hadis bo'ldi, ish harakati mi? Bu hadisni biz mavquf demdik, ya'ni sahabe to'xtab qolgan demdik yoki marfu' demdik, ya'ni Rasululloh ko'tarilgan demdik deganda Rasulullohga ko'tarilgan deymiz. Chunki Ali radhiyallohu anhu bundaq ibodatda tavqifiy ijtihod qabul qilmaydigan bundaq bir ibodatda o'zi chaqlab bir ish qilmaydi. Cho'qim uni qana qilgan payg'ambarimizdan anglagan. Rukuni 3 qatim qilsa-mu, bo'ladigan bir nimba yo'lba deb qilamiz. Demak, bir gapni sahabe qanday qilgan bo'lsa, ijtihod urun yo'q bir yerda degan bo'lsa, garchi u gapni degani sahabe bo'lsa-mu, bu Rasulullohdan anglab degan deb qaraymiz. Buni hukmi bo'ldi, marfu' bo'ldi. Masalan, İbn Abbas radıyallahu anhu o da yine küçük isimli kardeşçe. İbn Abbas radıyallahu anhu cinaz namazda sur Fatiha'nı okup li ta'lemu enneha sünnet degen. Bilinglar, ma sünnet degen. İbn Abbas degen bu gapni Resulullah dedi emas İbn Abbas degen. Endi bunu nima deymiz? Merfu' deymiz. Yani Resulullah'a nisbat berilgan hadis mi deymiz? Bunu İbn Abbas degen tursa desa, çünkü bu ibadet. Onun sünnet ekanligini İbn Abbas peygamberimizden anglab degan o gapni. Agar unda demagan bo'lsa, o ibadatda nima yo'q, ijtihod yo'q. O sahabe öz aldığı qana qilmaydi, gap qilmaydi. İbadet meselesida. Agar o ijtihod meselesi olmay, masalan, ijtihod qabul qildigan bunda her bir shaxsniki ra'y qabul qildigan bir masalalarda sahabening so'zi bo'lib qolsa, bu nima deymiz? Mavquf, bu sahabening so'zi deymiz. O vaqtda marfu' olmaydi. Yani birga sahabelar biz Resulullah'ın vaqtida munda qildik, Resulullah'ın davrida munda qildik, Resulullah'ın davrida sünnet munda deb degan bo'lsa, bu marfu' bo'ladi. Ammo sahabaga bevosita sahabe to'xtagan gaplar bayatni degandek ijtihod qabul qilmaydigan ibodatlarda bo'lib qolsa, aqidalarda bo'lib qolsa, jannatning sifati, do'zaxning sifati bo'lib qolsa, buni marfu' Rasululloh degan deb qaraymiz. Ammo undaq bo'lmagan ijtihod babida, ijtihod qabul qildigan masalalarda bo'lib qolsa, bu mavquf sahabening so'zi bo'ldi. Sahabening so'zini hujjat qilib bo'lamdi, amal qilamdiq deganda, buningda bir qancha shartlar bilan sahabening so'zi hujjat qilinadi, amal qilinadi. Birinchisi, u shuni degan sahabe olim bo'lishi kerak, ya'ni fuqaha, olim sahabalarning qatoridan bo'lishi kerak. Rasulullahning sahabalarining hammasi nima emas, olim emas. Shu olim, ilm bilan mashg'ul bo'lgan faqih sahabalar bo'lishi kerak. Ikkinchisi, shu faqih bo'lishdan biriga shu degan gapi Qur'on yoki hadisga
zid kelmagan bo'lishi kerak. Üçüncüsü şu sahabenin degan gepi yana bir sahabenin gepiga qarshi kelmaslik kerak. Qur'onga qarshi kelmadi. U olim faqih sahabe ikki shart hozirlandi. Lekin o sahabe degan so'zga qarshi gapdan birini yana bir sahabe qilgan bo'lsa, bu ikkili sahabening so'zini qanday qilmaymiz? Amal qilmaymiz. Üç xil shart aslida sahabeninki so'zlari hujjat, dalil qilinadi. Demek biz ikki turligini bo'lib shunday. Birincisi marfu. Marfu degani nima ekan? Wa ma udifa lin nabiy al marfu. Payg'ambar alayhisolamga nisbat berilgani, payg'ambar alayhisolam dedi degan so'zlar marfu hadis bo'ladi. İkincisi mavquf. Bu yerda bayon qilinmagan, men so'zlab berdim. İkincisi mavquf deganimiz sahabalar degan so'z. Ammo sahabalar degan so'zmi Rasulullohning davrida bunda qittoq yoki jannat, do'zaxning sifatiga o'xshash aqida babida yoki faqat ijtihod qabul qilmaydigan ibodat tavqifiy hukmlarda bo'lib qolsa, bu yana nima bo'ladi? Yana marfu bo'ladi. Undaq bo'lmay qolgan vaqtida o sahabening mutlaq so'zi nima bo'ladi? Mavquf bo'ladi. Sahabening so'zi hujjat qilinadi. Baytiman degan shartlar bilan hujjat qilinadi. Endi üçüncü türü va ma li tabi' huval maqtu'. Endi sahabe emas tabi'in bir gapni qilgan bo'lsa, uning bo'ladi maqtu' bo'ladi. Uning bo'ladi maqtu'. Bir gapni tabi'in öz aldığı bir mesele degan bo'lsa, o maqtu' bo'ladi. Tabi'ninki so'zi hujjat qilinmaydi. Çünkü ularning inson. Endi üçüncü türü musnad. Musnad degan nima desanglar, men kitobning başida musnad deganni har bir sahabening rivoyat qilgan hadislerini ayrim to'plangan kitoblar degan. Bu bir ma'nosi. Yana bir atalg'usi var musnadninki. Nima desanglar, isnodida faqat uzuklik bo'lmay, hadis rivoyat qilinguchi bo'lgan araliqda payg'ambarimizning tatbiq hammasida hech qanday bir uzuklik bo'lmasa, bu hadisning bo'ldi musnad bo'ladi. Musnad bo'ladi. Marfu deganimiz uzuk bo'lsin, o'ttirisida yoki beshida uzuk bo'lsin, bo'lmasin, ammo payg'ambar sallam degan bo'lsa, payg'ambar sallamning so'zi nima bo'ldi? Marfu bo'ladi. Ammo araliqda isnodda bir odam tushib ketgan bo'lsa, tushib ketmagan bo'lsa, buni bo'ldi musnad bo'ladi. Deydi, al-musnad al-muttasilul isnad min rawihi hatta al-mustafa va lam yabni. Musnad deganimiz isnodi muttasil tutash bo'g'ini min rawihi, o hadisni rivoyat qilguvchidan hattoki Mustafa, ya'ni payg'ambarimizgachilik va lam yabni, uzilib ketmagani. Demak, uzilib ketmagani bo'ldi, musnad bo'ladi deymiz. Demak, bugungi darsimizda marfu' hadisni tushundik. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga nisbat berilgan so'z yoki sharkat yoki iqror yoki sifat. Mavquf kitobda yo'q, men deb berdim. Mavquf deganimiz sahabening so'zi yoki sharkati yoki iqrori. Maqtu' deganimiz tabi'inninki so'zi. Musnad deganimiz san'atda uzuklik bo'lmasa, ma san'atdan keyin musnadgan deymiz. Onda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن